Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar.